Vatan bu tarix, ajdodlar va vatan bu kelajak. Vatan deganda biz uyimizni, O'zbekistonimizni, Surxondaryomizni, Andijonimizni, Samarqandimizni tushunamiz. Yo'q, boshqa jihati bor uni. Bugun siz vatanni himoya qilasiz, sizni farzandingiz Londonda o'qiydi. Chunki tinch vatanda bolangizni Londonga borib o'qiydigan darajagacha o'qitadigan tizim bor. Ofitserlik erkaklik nishoni. Bu jasurlik nishoni. Bu mardlik nishoni. Bu kelajak nishoni. Bu hazil gap emas. Men iqtisod fanlar doktoriman, professorman, lekin bitta armonim bo'ldi bu hayotda. Sizday forma kiymadim. Abdulla Qahhor asarlarida so'zlar shunday edi. Chorpoyani bittasini olsang og'nab qoladi. Ortiqcha so'z yo'q edi deganda, bu soha vakillarida ortiqcha so'z yo'q. Xavfsizlik xizmati idorasi, tashkiloti mustahkam bo'lsa, davlat mustahkam. Qaysiki davlatda xavfsizlik idorasi kelayotgan xavfni chegaraga kelguncha g'aflatda qolsa, mag'lub bo'lishga muqarrar. Agar bugun men, siz, boshliqlar vatanning himoyasini ta'minlab bersak, kelajak sizni farzandingiz 18 ga kiradi, Yaponiyada o'qiydi. 22 ga kirib qaytib keladi, magistr bo'ladi, doktor bo'ladi. Bu vatanga xizmat qiladi. Assalomu alaykum. Qadrli ofitserlar, sizlarni shu pallada shunday xursandchilik damlaringga guvoh bo'lib turganimdan mamnunman. Sizdan iltimos, diqqat bilan eshiting. Kechga keyin yostiqqa bosh qo'yganda men aytgan gaplarni hazm qiling. Balkim 4 yil mobaynida katta dargohlarda olgan bilimlaringiz bir tomoni, bugungi 1 soat yo 1,5 soatimiz bir tomon bo'lar. Bir kuni men 2 o'g'limni Toshkentda ishlaganimda, biri 6 yosh, biri 4 yosh. Mashinada ketayotganda bir mashhur san'atkor Abdurashid Kimov vatan haqida chiroyli qo'shiq aytgan. Kim? Abdurashid Yo'ldoshev. Turgan ekanlar. Bolalarim suratga tushaylik, san'atkor. Tushdim. Men aytdim, Abdurashidga iltimos, siz bilan shu bolalarim suratga tushyapti. Erta bir ko'rsatib yuradi, maqtanib yuradi. Mana shu kishi bilan suratga tushdim deganda, shu san'atkor menga bir aqlli gap aytdilarki, "Ya aka, unday demang. Ertaga men bular bilan suratga tushganimdan faxrlanay" dedilar. Bular shunday odam bo'lsinki dedilar, men bular bilan suratga tushimda faxrlanib, suratni men olib yuray dedilar. Men ma'ruza qilib, men bilan sizni faxrlanishingiz emas, ertaga bir ko'cha-kuyda ko'rganda, ma'lum bir yillardan keyin men siz bilan faxrlanayki, domla esingizdami? Termizda shu jazirama 45 harorat issiq bo'lganlarda shunaqa ma'ruzalar qiluvdingiz. Biz sizga shogird hisoblanamiz endi. Biz bitta alifni, tayoqni chizishni o'rgatgan odam ustozda. Men hozirgi yoshlarni hayot tarzini, jamiyatni qayoqqa ketayotganini ko'rib chidab tura olmay ijtimoiy tarmoqlarga chiqib boshladim. Menga mashhurlik kerak emas. Mana bu hayot yo'lim umrimga yetadi, bolamga ham yetadi. Lekin chidab tura olmayapman. Diplom tarqatyapman. Mana 4-kurslarda hammasiga o'zim diplom berishni joriy qildim. O'tgan yil Malayziyada ko'rib keldimda joriy qildim. Yigitlar bilan rukopajati qilib diplom topshiryapman, qo'llari qizni qo'liga o'xshab qolgan. Bu kulguliday tuyuladi bu. Bizlar yosh edik, katta akalarimiz aytardi qishloqda. Trenirovka qilgin, zalga borgin, devor urgin, beton qorigin. Shunga ham qanoat qilmay, qumni qizdirib qo'lingni sog'in. Sizlarda ham bo'lganmi shunday? Qumni qizdirib qo'lingni sog', mashqin qo'ling qotsin. O'g'il bolani qo'li mushti bo'lish kerak. Mana endi jasorat haqida, erkaklik haqida boryapmiz. Shundan chidab tura olmay ijtimoiy tarmoqlarga chiqib boshladim. Ajrimlar ko'payib ketgan, oilalar suskash bo'lib ketgan. Bugun siz bilan oila haqida ham gaplashamiz. 5% ham hali uylanmagansiz. 95% uylanishingiz kerak. Siz qanday kelin topishingiz kerak? Siz bilan Qoraqalpoqqa ham ketadigan, siz bilan Surxondaryoni mana issig'iga xizmat qiladigan, bolani o'zi tarbiyalay oladigan, immuniteti bor, taktugi bor xonadonlardan kelin izlamasangiz xor bo'lasiz. Bu birinchi hozir sizni oldingizda turgan vazifa oila masalasi. Oila tinch bo'lib, men shu darajaga yetdim. Uyim tinch, Xudoga shukr. Muvaffaqiyatlarimning yarmiga turmush o'rtog'im sababchi. Uyi tinch bo'lgan odam muvaffaqiyatga erishadi. Uyi notinch odam to'xtamay xato qiladi. Ishida ham xato qiladi, rahbaridan ham gap eshitadi, nazardan qoladi, noto'g'ri qarorlar qabul qiladi. U bilan keyin orqaga qarab ketaveradi.
Mana bugungi o'gitlardan bittasi shu. Bugun men yozdim. Ofitserlik faqatgina unvon emas, vatan oldidagi umrbod mas'uliyat kasb deb yozdim. Bugungi ma'ruzamning nomi shu. Bu shunchaki unvon emas. Endi bitta narsaga qaytamiz. Sizni kasbingizga qaytamiz. Sizni sharafingizga qaytamiz. Men o'zimni ozgina maqtadim hozir. Bu sizga motivatsiya bo'lsin deb maqtadim. Uyga bir rahbar odamlar, el suygan odamlar kelsa, rahmatlik otam aytardi. Eshityapsizmi? Rahmatlik deb aytayapman. Men 50 yoshga kirdim, otam rahmatlik endi meni. Bundan bitta yana chiqadi. Bugun otangizni qadriga boring, onangizni qadriga boring. U yoshga borgandan keyin kimda bor, kimda yo'q. Rahmatlik otam aytardilar. Bolam, bu odamni qo'liga suv quying toki siz ham shunday rahbar bo'lasiz. Tushuntira oldimmi? Ya'ni siz hayotda bir nimaga erishgan generallarni qo'lini ushlasangiz, ular bilan hamsuhbat bo'lsangiz, insonni zaboni, tili gaplashaveradi, lekin qalblar o'ynashib oladi. Bluetoothda ishlab ko'rganmisiz? Ikki telefon Bluetooth'ini ochib qo'ysa aloqa bo'ladi. Shundaymi? Buni qalbga inson nima? Inson undan ham mukammal. Hech esingizdan chiqarmang. Bir kishi bilan birinchi marta ko'rishdingiz, shunday duch keldingiz, shunday ko'rishdingiz, qalb birinchi marta qabul qilsa qildi, keyin qilmaydi. Shunchaki salom alayk, hol ahvol so'rashdan yo'q, qalb qabul qilgandan keyin mehr paydo bo'ladi. Xuddi shundayki rahbar odamlar, hayotda bir nimaga erishgan odamlar bo'ldimi? Suratga tushay siz bilan, menga bir duo bering, yo'lingizni bersin, men xizmatingizni qilay. Nimaga manaman degan generallar o'zidan katta generallarga pomoshnik bo'lib ishlaganlar general bo'ladi. Yuqadi u. Yuqadi bu. Shuning uchun men aytmoqchimanki, qarang, shuncha narsa aytdim men muvaffaqiyatlarimda, lekin bitta armonim bo'ldi bu hayotdan. Sizday forma kiymadim. Men iqtisod fanlar doktoriman, professorman. 2 kun oldin boshqa bir davlat professorligini olib keldim. Boshqa davlat menga professorlik berdi. Ko'ribsiz mana ijtimoiy tarmoqlarda. Rahmat. Shuncha rahmat. Lekin shuncha sharaf bilan turib forma kiygim kelib qoladi. Siz bugun 20-21 yoshingizga shu baxtga muyassar bo'ldingiz. Bu erkaklik nishoni. Bu jasurlik nishoni. Bu mardlik nishoni. Bu kelajak nishoni. Bu hazil gap emas. Ba'zi bir filmlarda harbiylarni biroz boshqacha qilib talqin qilishlari u ish emas u. Mana sizning kelajak kasbingizni, ertangi yo'lingizda mencha muvaffaqiyatga erishgan odam havas qilib turibman. Bu birinchi bugungi tochka sizlarga. Birinchi bugungi nuqtaki ikkilanishga o'rin yo'q. Bugun siz eng bir katta qudrat atrofida mujassam bo'lgansiz. Bu mustahkam iroda. Sizga kerak narsa. Pok vijdon. Vijdon. Va vatanga bo'lgan cheksiz sadoqat. Men ko'pincha aytaman. Vatanga bo'lgan muhabbat vatan haqidagi bir qo'shiqni eshitish bilangina bo'lmaydi. Yoki siz talabalar ko'p tadbirlarga chiqib, stadionlarga bayroqni yerdan bu yoqqa qilgansiz, u bilan ham bo'lmaydi faqat. Shunday chiqasiz, ko'chada bitta chiqindi yerga bo'lsa, shuni shunday olib urnaga tashladingiz, mana shu vatanga muhabbat. Men Singapurga bordim. Bu yerdagi tartibni ko'rib hayron qoldim. Tranzit Hindistonga keldim o'sha kuni. Hindistonga. Bu yerdagi muhitni ko'rib yana lol qoldim. Mana shu aeroportga shunday borsangiz, 100 ta taksist dod-voy qilib sizga yopishadimi, bu madaniyatsizlikni bildiradi. Singapurga borasiz, platforma orqali taksi chaqirasiz, keladi. Singapurdagi taksist meni uyaltirdi bergan savolim uchun. Shu yerdan shu yergacha necha pul bo'ladi dedim. Bu savol bizda berilmaydi dedi. 4 ta kamera menga qo'yilgan dedi. Mana dedi, pulni o'lchaydigan apparat bor dedi, shu qiladi dedi. Men dedi, hatto taksini haydab ketayotgan vaqtimda dedi, kayfiyatsiz qiyofada bo'lsa meni ballarim ketadi dedi. Ya'ni passajirga yomon kayfiyat berding sen. Passajir seni kayfiyatingni ko'rib charchab qoldi deb kameradan kuzatib turibdi Face ID'da dedi. Men kompaniyadan dakka eshitaman, oyligim kamayadi dedi. Ya'ni mijozni kulib, mutoyiba qilib, yaxshi gapirib manzilga olib borib qo'yish kerak. Tushuntira oldimmi? Bu o'zini kasbini ustasi degani. Hindistonga bordim. 100 kishi chiqib kelgan. Mashinasiga o'tirib bo'lmaydi, boshqa shunaqa. Demak, ikkita davlat haqida ikkita xulosa. O'zbekistonimiz qanday bo'lishi kerak? Men oddiy bitta ko'rinishni aytyapman. Endi
sizni sohangizga kelamiz. Men bilasizmi, bugun fursat bo'ldi. Xavfsizlik xizmati idoralariga ozgina fikrimni aytish. Bilasizmi? O'zbekiston emas, butun dunyo bo'yicha xavfsizlik xizmati idorasi, tashkiloti mustahkam bo'lsa, davlat mustahkam bo'ladi. Qaysiki davlatda xavfsizlik idorasi kelayotgan xavfni chegaraga kelguncha g'aflatda qolsa, mag'lub bo'lishga muqarrar. Xavfsizlik xizmati xavf chegaraga kelguncha aniqlab beradigan tashkilot. Bugun xavfsizlik tashkiloti faqatgina chegara, hudud emas, faqatgina poraxo'r bilan kurashish emas, yoki faqatgina narkotika emas, terrorizm emas, bugun axborot, kiber xavfsizlik, davlatning ustuni, davlatning tayanchi, davlatni davlat qilib turadigan tashkilot ekanligini dunyo ko'rsatdi. Kechikroq davlatning xavfsizlik xizmati kuchli, qattiq turibdi. Tarixi bor, qattiq turibdi. Qaysidir xavfsizlik xizmatda degradatsiya bor, davlatda degradatsiya bor. Shuning uchun sizlar hazilakam kasb, sizlar hazilakam vazifa, hazilakam yo'nalish tanlamadingiz. Nimaga buni aytyapman? Men bu tashkilotda ishlaydiganlar bilan ham suhbat bo'lishdan manfaatdormanki, ilmiy salohiyat kuchli ularda, tajriba kuchli ularda. Haqiqiy bu soha vakillarini vazbilligiga hayron qolganman. Donishmandligiga hayron qolganman. Arqoni uzunligiga hayron qolganman. Ozod Sharofiddinov Abdulla Qahhor haqida aytganki, Abdulla Qahhor asarlarida so'zlar shunday edi. Chorpoyani bittasini olsang og'nab qoladi. Ortiqcha so'z yo'q edi deganda, bu soha vakillarida ortiqcha so'z yo'q. Bu nimada? Ko'p o'qigandan, ko'p kuzatuvdan va tug'ma talabdan. Hozir bu yerga o'tirgan hammangizda nimadir tug'ma borki, psixologik testlardan o'tgansiz, suhbatlardan o'tgansiz, saralagansiz, bu yerda o'tiribsiz. Hozir men aytadigan gaplarning hammasini bilasiz. Bugun faqat uni mendan eshitishingiz kerak edi. Mana shuncha yo'lni bosib o'tgan odam bilan sizni fikringiz bir xil ekanligini sverka qilib olsangiz bo'ldi. Vatanga muhabbat, vatan nima, mas'uliyat nima, shu haqida gaplashamiz. Endi qadrli ofitserlar, men yana bitta yangilik aytmoqchiman. Mana shu o'quv yilidan bizni Termiz universitetida ham harbiy kafedra ochdik biz. Nimaga? Boya aytgan gapim. Yigitlar yigitday vatanparvar, polvon, kuchli, mard bo'lib yetishishi uchun bizda ham kafedra ochildi. Bugun dunyoni ahvolini ko'rib turibsiz. Xuddi shunday bugun dunyoni o'zgarishi pulsiz sizni qo'lingizda bo'lishi kerak. Men sizni Instagram chiqilib o'tirishingizni, yengil narsa ko'rishingizni tasavvur qila olmayman umringizning oxirigacha. Siz jiddiy narsani o'qing. Siz jiddiy kitoblar o'qing. Umringiz yetmaydi hamma kitobni o'qishga. Mana men hozir balkim qaysi birlaringizdir meni kabinetimga kelarsiz. Men olib kelish o'ylamabman. Hozir o'qiyotgan kitoblarim dunyo bo'yicha 50 tiraj, 10 tiraj, 100 tirajda chiqqan kitoblarni o'qiyapman. U 50 ming tirajda chiqadigan bestseller asarlarni o'qiydiganimda o'qib bo'ldim. Nimaga? Ko'zimda nuri ketyapti endi. Vaqtim kam bo'layapti. Endi noyob narsalarni o'qib boshladim. Siyosat haqida, iqtisod haqida, kelajak haqida, IT haqida. Ana siz hozirdan noyob kitoblarni o'qib boshlashingiz kerak. Bugun sizga eng katta men aytadigan narsa, bugungi axborot xuruji, bugungi dunyo, bugungi xavfsizlik tashkilotini mutaxassis qanday bo'lishi kerak degan savol. Bizga tabiatning jiqligini ko'rsatishimiz kerak. Og'ir sharoitlarda ham o'qib ishlash nimaligini ko'rsatishimiz kerak. Bilmayman, endi sizlar sohalaringda balkim kimlardir kontrrazvedkada xorijda yurar. Orangizdan chiqib qolar unaqa. Kontrrazvedkada ishlaydigan, men taniydigan insonlar ham bor. Ularning hayotiga hayron qolaman. Bugun davlat xavfsizlik xizmati haqida gapirganda, shu bir viloyatdan bir viloyatga kelib ishlayotganlar tushunadi, lekin qancha sizni safdoshlaringiz xorijda yuribdi. Qanchasi biz bilmaymiz, nobud bo'lib qolyapti. Terroristik guruhning ichida ham yuradi, iloji yo'q endi. Vatanni himoya qilish faqat vatanning chegarasida bo'lmaydi, tashqarida ham bo'ladi. Qancha sizni ustoz va hamkasblaringiz hozir xorijlar. Siz shuni tasavvur qilib yashashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun sizga birinchi tavsiya, hozir ham kech emas.
kamida 4 ta tilni bilishingiz kerak. Mayli, o'zingizni ona tilingiz bilan birga 4 ta til. Ingliz tili albatta, rus tili albatta, boshqasini keyin o'zingiz xohlang. Fransuz tili bo'lsin. Mana biz pushtun tilini ochdik hozir. Universitetda bu yildan pushtu tili o'qitiladi. Sizga kerak-ku? Afg'oniston bilan biz chegaramiz, tarjimon topib bo'lmayapti hozir. Xuddi shunday bu narsalarni o'rganish kerak. Ikkinchisi, sizlarga berilgan unvon shunchaki bir faxrlanadigan, yaltirab turadigan yulduzchalar emas. Bu juda katta mas'uliyat. Sizni yelkangizdan bosib turadi. Siz ham kursdoshingizdek, tengquringizday bo'la olmaysiz endi. Sizda vatanning mas'uliyati bor. Bu kulgili gap emas. Siz butun faoliyatingiz davomida 10 yil ishlaysizmi, 20 yilmi, 30 yil ishlaysizmi, har kun qahramonlik qilmaysiz. Lekin bir gal kelib qoladi-da. Bir galgi qaroringiz dunyoni ostin-ustun qilishi mumkin. Zvyozny chas deydi uni. Bunga qarab borish kerak bo'ladi. Soxta qahramonlik boshqa kerak emas. Men sizga bitta misol keltirmoqchiman. Qadimgi sharq hikmatlarida shunday kelgan. Bilasizmi, ruslarda bir gap bor. Diyavol melachaq deydi. Diyavol melachaq. Butun bir davlatning urushda mag'lub bo'lib boridan ayrilishini bitta mixga bog'laydi. Qo'mondonning oti bor, eshitgansiz ko'pingiz. Bitta mix yetmay qoldi. Taqa tushib ketdi. Qo'mondon yiqildi, asir bo'ldi, nobud bo'ldi, urushda yutqizdi. Bitta mix effekt, kapalak effekti deydi. Ya'ni katta bir voqelikning bitta kichkina sababi kelib chiqadi. Shuning uchun sizni mana shunday xato qilishga haqqingiz yo'q. Bilasizmi, inson tug'ilib o'sgan joyini, yashab turgan iqlimi va tuprog'i bilan farq qiladi. Tog' bolalari degan gap eshitganmisiz? Xarakter boshqacha bo'ladi. O'qigansizlar uni psixologiyada. Sahroyilar umuman boshqacha bo'ladi. Shaharda o'sganlar boshqacha bo'ladi. Mana bu kishi vatan haqida gapirdilar. Vatan bu insonning kindiq qoni to'kilgan, tug'ilib o'sgan joyi. Maktabda shunday o'rgatilgan, hamma joyda o'rgatilgan. Mana qarang. Tasavvur qiling, qishloqdasiz, 2 etaj uy yo'q edi bizda, biz yashagan mahallada. 1 etaj oddiy paxtadan, loydan qurilgan uy. Men juda qiyinchilik katta bo'lganman. Keyin vatan deb gapirardi odamlar. Vatani bormi? Vatani bu hovlisini vatan der ekan. 5 sotix, 10 sotix, 20 sotix hovlisi bor-ku, o'sha vatan deyiladi. Bir joyga bir yigitga bir qizni so'rab sovchilikka borsa, vatani bormi deb so'rardi. Ya'ni uy joyi bormi degani-da. Tushuntira oldimmi? Bevatanlikni men Hindistonda ko'rib keldim. Qaysi ma'nogaki 300 million aholi. O'zbekiston aholisidan qariyb 8 barobar ko'p aholi, uyi ham yo'q, pasporti ham yo'q, kartonda yashaydi. Ko'rib keldim uni. Bu mamlakatda inson qanday aziz mukarram qilingan. Inson ishini qilib o'tiribmiz hozir biz. Demak, vatan deganda to'g'ri aytdilar. Kindiq qoni to'kilgan, yashagan, birinchi dunyoni anglagan joyi, keyin uni chegarasi O'zbekistonning vatan. To'g'rimi? Vatan katta harflar bilan yoziladi. Vatan bu faqat territoriya, O'zbekiston, hovlingiz, tumaningiz, uyingiz emas. Bu millatning xotirasi. Vatanni mag'lub qilinsa, vatanni bosib olsalar, birinchi bo'lib uni xotirasidan ayiradilar. Uni ajdodlarining asarlarini yoqib yuboradilar. Uni ustunliklarini yo'qotadilar. Shundaymi? Shunday. Ikkinchisi, til. Til yo'qotiladi. Tarix o'zgartiriladi, yo'qotiladi. O'sha bosib olingan hududdan buyuk siymolar chiqqanligi o'chiriladi. Ularning nomi barbod bo'ladi. Ajdodlar xoki. Mana 24-iyul kuni Al-Hakim at-Termiziyning 1200 yilligini nishonlash to'g'risida prezident qarori chiqdi. Mana. Yaqinda. Necha kun bo'ladi? Bugun 24 kun oldin. Men o'qib chiqdim. Bir vaqtlar shu yerlar otxona qilingan. Al-Hakim at-Termiziy majmuasi Chor Rossiyasi bizlarni bosib olgandan keyin otxona qilingan. Bizni shunday ajdodimiz oyoq osti qilingan. Qancha o'shanday joylar barbod qilingan, buzib tashlangan. Demak, vatan mahv etilsa dushman tomonidan, mana bu narsadan ayriladi. Demak, vatan millatning xotirasi, tili, tarixi, qadriyati,
ajdodlarining xoki, otasining qabri, bobosining qabri, ulug'larining qabri, ota-onasi, oilasi eng qiziq joyi. Farzandi va vatan deganda o'sha hududning, kelajak avlodning taqdiridir. Vatan deganda biz uyimizni, O'zbekistonimizni, Surxondaryomizni, Andijonimizni, Samarqandimizni tushunamiz. Yo'q, boshqa jihati bor uni. Vatan bu kelajak avlodning taqdiri ham. Bugun siz vatanni himoya qilasiz, sizni farzandingiz Londonda o'qiydi. Chunki tinch vatanda bolangizni Londonga borib o'qiydigan darajagacha o'qitadigan tizim bor. Sog'liqni saqlash bor. Himoya bor. Shuning uchun vatan deganda faqat bugun emas. Bugunning tinchligi emas. Vatan bu tarix, ajdodlar va vatan bu kelajak. Agar bugun men, siz, boshliqlar vatanning himoyasini ta'minlab bersak, kelajak sizni farzandingiz 18 ga kiradi, Yaponiyada o'qiydi. 22 ga kirib qaytib keladi, magistr bo'ladi, doktor bo'ladi. Bu vatanga xizmat qiladi. Hozir men nomini aytmayman. Yaqin Sharqda ahvolini ko'ryapsizmi? Yaqin Sharqda nimalar bo'layapti hozir? Yevropaning biqinida nimalar bo'layapti hozir? Men ega kesim bilan gapirishni yomon ko'raman. Kim o'ylagandi 21-asrda dunyoni 80 dan ortiq nuqtasida urush bo'ladi deb? Kim o'ylagandi? Men xato qilganman. Men 3-4 ta davraga aytganmanki, 21-asrda hamma narsa diplomatiya bilan hal bo'ladi. Kurugli stolda o'tiriladi, kelishiladi. Bo'lmayapti-ku. Sulhdan keyin ham bo'lmayapti-ku. Bu nima degan? Bu har bir mamlakat xavfsizlik tuzilmasini qayta ko'rib chiqish kerak degan. Xavfsizlik tuzilmalarida o'ta o'tkir odamlar o'tirish kerak degan. Koreyani olimlar aytayapti. O'zbeklarda deydi, sizlardan kelgan yoshlarda favqulodda bir qobiliyat bor deydi. Koreys yo boshqa davlatlarning talabalari 4 soatda o'zlashtiradiganini sizni bolalaringiz dangasalik bilan 1 soatda o'zlashtirib qo'yadi deydi. Qonda bor. Qonda bor o'rtoqlar. Bugun men bekorga ajdodlar xoki demadim. Sizda katta bobangiz, siz nomini ham, ismini ham bilmaydigan bobangiz 150 ta kitobni yoddan bilganingizni bilmaysizlar. U qondan genetik o'tdi-da sizga. Eksport bo'ldi sizga. Bilmaysiz uni. Sizni bobangiz astronom bo'lganini bilmaysiz. Sizni bobangiz katta bir hududni hokimi bo'lganini katta bobolar haqida gapiryapti. Bilmaysiz. Agar shunday insonlar bo'lmaganda buncha olim Ibn Sinolar qayerdan chiqardi? Marg'inoniy qayerdan chiqardi? Termiziylar qayerdan chiqardi? Buxoriy qayerdan chiqardi? Tibbiyot deysizmi? Astronomiya deysizmi? Algebra deysizmi? Xavfsizlik bo'yicha Amir Temur davlatchiligidagi xavfsizlikni o'qidingizmi? O'qidingiz-ku. Yana kitoblar chiqyapti. Hali ochilmabdi uni ko'pi. Yoki Usmoniylar imperiyasidagi xavfsizlik haqida o'qiyapsizmi yo'qmi? Abdulhamid Xon 2 xavfsizligi bilan dong taratgan. Tugab borayotgan Usmoniylar imperiyasini 33 yil saqlab turgan. Dunyoda nomer 1 xavfsizlik xizmati bo'lgan o'sha odamda. Shu bilan ushlagan. O'qigansizlar-ku. Endi mana shunday aqlli narsalarni o'qinglar. Vatan bu millatning xotirasi, tili, tarixi, qadriyati, ajdodlarining xoki, ota-onasi, oilasi, farzandi va kelajak avlodlarining taqdiridir. Demak, vatan keng ekan. Vatan kecha ekan, tarix. Bugun ekan, ertaga ekan. Ana shu ertani ta'minlab beradigan yoshlar o'tiribdi bu yerga. Siz sal mas'uliyatingizni bilib oling. Bugun kechga nimaga aytdim men? Bir yostiqni qo'ying, men aytgan gaplarni yengil o'ylasangiz keting bu sohada. Vatanni hozirgiday tushunmasangiz hali ham kech emas. Erta shuni bo'yningizga olsangiz, musofirlikni bo'yningizga olsangiz, mana bunday issiqqa qalin kiyimni kiyib, terlab marsh brostoklar yugurishlarni bo'yningizga olsangiz, bu sohaga bo'lishingiz kerak. Men aytgan fikrni vatanparvar bo'lish haqida Ibn Xaldunning muqaddima asarini kim o'qigan bir qo'lini ko'tarsin. Tavsiya qilaman. Zo'r asar, o'zi tarjima bo'lganiga 6 oy bo'lgani yo'q. Men sizni bu bilan o'qimadiga chiqarmoqchi emasman, yangi tarjima bo'ldi bu. Shuning uchun eslab qoling, Ibn Xaldunning muqaddima asari. Yevropani Yevropa qilgan mana shu Ibn Xaldunning muqaddima asari degan so'zlarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu yerda vatan va inson ruhi haqida bitta yozuv kelgan. Men bir o'qigandim, topib yozib qo'ydim. Inson
o'zi yashab turgan iqlim va tuproqning farzandidir deyiladi. Inson o'zi yashab turgan iqlim va tuproqning farzandidir. Men davlat xavfsizlik xizmati ishlarini bilmayman ham, aralashisham niyatim yo'q. Lekin siz qanday tanlanganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Sizni tug'ilib o'sgan joyingiz ham hisobga olingan. Sizni ota boboyingiz ham o'rganilgan. Hammasi qilingan. Bu yerda elita o'tiribsizlar, bilasizmi? Siz o'zingizga baho bermasangiz, birovga baho bera olmaysiz. Siz o'zingizni ulug'vorligingizni his qilmasangiz, ish ketmaydi. O'zingizni qadringizni bilmasangiz, ish ketmaydi. Siz tanlangansiz. Mana biz bozorga boramiz. Guruch olamiz. Mehmon keladi uyga, biz aytamizki, guruchni eng zo'rini ber. Eng zo'r guruch nomi nima deyiladi? Elita deyiladi. Lazer. Elita degani eng sofi degani, eng tozasi degani, eng biz qimmatini zo'r deb o'ylaymiz-ku. Xuddi shunday mana bu yerda yig'ilgan hozir mana bu formani kiygan leytenant ujislar, bilasizmi? Bu hazil gap emas bu. Leytenant bo'lib ertaga ofitser должностida, mansabida turli sohaga xizmat qiladigan yigitlar, siz qay darajada tanlanganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Men hozir bu yerda bo'yingiz bilan ham mazza qilib o'tiribman, ko'z tegmasin. Bo'yingiz o'zingiz qarang, menimcha 1.75, 1.80 shundan kami yo'q. O'zingiz ham bilasiz uni. Intellektingiz nima bilandir o'lchangan, psixologiyangiz nima bilandir o'lchangan va hokazo va hokazo. Qancha bilmagan testlaringizdan o'tgansiz. Shuning uchun o'zingizga baho bering. Demak, Ibn Xaldun aytayapti, inson o'zi yashab turgan iqlim va tuproqning farzandidir. Uning fe'l atvori, quvvati va hattoki axloqi u kamol topgan makonning ruhi bilan yo'g'rilgan bo'ladi. Endi aytaman, O'zbekiston konstitutsiyasida O'zbekistonning davlatchilik tarixi necha yil deb yozilgan? Aytaman, 3000 yil. Yangi konstitutsiyada yozib qo'yildi. O'zbekistonning davlatchilik tarixi 3000 yilga egadir. Va birodar, O'zbekistonning tarixi haqida gap ketmayapti, davlatchilik tarixi haqida gap ketyapti. Tarixiga 200 yil bo'lmagan davlatlar nima qilyapti, ko'ryapsizlar? O'zini tarixini yasab ola olmayotgan, o'zini qahramonini qila olmayotgan qancha davlat bor? Quvg'indagi davlatlar bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tan olmagan davlatlar bor. Men ko'p chiqishlarimda aytaman. Bu bizni bolalarga maktabni bitirmasidan qo'liga pasport beradi, fuqarolik nima ekanligini qadriga bormaydi-da, bular deymanda. Hozir tasavvur qila olmaysiz. Dunyoning davlatlariga qancha odamlar pasportini ola olmay yuribdi. 20 yil yashasa ham fuqaroligini bermaydi chekkaga borgan odamni. U qadrimiz mana bu yerda bizda. Huquqimiz mana bu yerda bizda. O'zimizning vatanda. Bu yerda bizni sud himoya qiladi. Bu yerda bizni tegishli organlar himoya qiladi. O'zimda kibr paydo bo'lib qolsa, darrov xorijga chiqib ketaman. Nimaga? Xorijga borsam sumkamni o'zim ko'taraman. Очередьga turaman. Bu yerda rektor domlalar kelibdilar. Yo'l beringlar, qo'llaridagi papkani, sumkani olinglar, odam tushib qoladi. Ana shu kibrni ketkizish uchun bir xorijga safar qilsam, sumkangni o'zing ko'tarasan, chegara postdan o'tayotganda aeroportda tuflingni yechiradi, rementingni yechiradi. Shundaymi? Kibrlaringni ketkizib, hamma qatori bo'lasan, shohu gado bir xil o'tib ketasan. Yo'qqa borgandan keyin ham hech kim seni tanimaydi, hech kim seni. Hech kim seni ulug'lamaydi. Muhojirsan, borasan, kafega borib ovqatingni yeysan, ishingni qilasan, hokazo. Xuddi shunday pozitsiya vatan berib qo'ydi bizga, hamma vakolatda, hamma erkatoylikda. Bu vatanni himoya qilish, vatanni qadrlash siz bizning birinchi vazifamiz hisoblanadi. Endi chegara haqida. O'zi baribir diniy motivdan ham gapirishimiz kerak. Vatanni sevmoq iymondandir degan hadis bor. Janob payg'ambarimizning hadislari bor. Uni ko'p ma'nolari bor. Vatan qayer deb qaralgani bo'yicha asosiy ma'no bor va ikkinchi ma'no bor. Vatanni sevmoq iymondandir. Ya'ni bizni dinimizda vatanni sevishni ham ibodat maqomiga chiqarib qo'yilyapti. Vatanni sevgan odam ibodat qilayotgan maqomda. Vatan uchun talashayotgan odam ibodat qilayotgan maqomida bo'ladi. Bilasizmi, bizning dinimiz shuni o'rgatadiki, o'zingizni halol, pokiza ahli ayolingiz bilan ko'ngil xushlik qilsangiz ham ibodat. Pokizada u, nikohda u. Farzand tug'iladi. Ota-onani xabar olsangiz ham ibodat.
Ko'chadan bir chiqindini olib bu yoqqa qo'ysangiz ham ibodat. Xuddi shundayki vatanni sevish ham ibodatdir. Men hozir yoshlarda men hozir juda xursandman, diqqat bilan eshityapsiz. Hozir men sezaman, ko'p auditoriyalarga vatan haqida gapirsang tirjayib o'tiradi. Nomard, agar bitta xalastoy bitta o'q kelib tushsin, qochib ketadi u. U turib bera olmaydi u. Qo'rqaman shu narsadan. Yoshlarimizda shunaqa vatanparvarlik, jonmardlik, ko'kragini tutib berish susayib ketyapti. Bir chet elga boring, 5 kundan ko'p tura olmaysiz. 5 kundan ko'p tura olmaysiz. Mana men Shvetsariyaga bordim, Jenevada yashayapman. Endi uni hozir men Jenevani targ'ib qilmoqchi emasman, uni tasavvur qilish qiyin u go'zalligini. 3 kundan keyin shunday Termizda issig'ini sog'inyapman. Somsalarni sog'inyapman. O'zimizda to'pora odamlarni sog'inyapman. Hech qachon assimilyatsiya bo'lib ketmaysiz yo'q. O'qishga borsa ham borganlar qiynalib o'qiydi 2 yil. Baribir yurtim deb turadi. Bor endi bitta ikkita qolib ketadigan ular o'zini yo'liga. Shuning uchun vatan shunaqa narsa. Bir vaqtlar avvalgi zamonlarda safarga ketsa, odamlar kelmayversa, yangi sharoitga o'rganib qolsa, o'sha qishloqni shuvoqini yuborar ekan. Shuvoq degan bir achchiq o't bor, bilasizlarmi? Shuvoq degan. Shuni bir choy qilib beringlar, vataniga qaytadi der ekan. Tug'ilib o'sgan joyini shuvoqidan choyini ichsa, vatanni qumsab qolar ekan. Bu Ibn Xaldunda haligi gapiga olib kelyaptimi, yo'qmi? Mana vatan nima? Davlat chegarasi esa vatanning siyosiy va huquqiy daxlsizligini belgilaydigan muqaddas chiziq. Bu chiziqni ortida duogo'y ojiza onalar o'tiribdi. Men bilasizmi, urushdan nimasidan qo'rqaman? Siz u biz erkakmiz. Ko'pisi jon beramiz. Ayollarimiz xor bo'ladi. Bolalarimiz xor bo'ladi. Ojiz qariyalarimiz xor bo'ladi. Sizni biz shular uchun turib berishimiz kerak. To'g'ri siyosat yuritishimiz kerak. Yangi bilimlarni egallashimiz kerak. Hali aytaman unga. Shuning uchun ham tinchlik qadrlanadi. Mana shu ojizalar, ayollar, qizlar, qariyalar, yosh bolalarni xor bo'lmasligi uchun ham vatanning xizmatida, vatanning himoyasida siz va biz hering qilib emas, ko'zda yosh bilan turish kerak. His qilib turish kerak. Tomirda gup urib turish kerak. Bu tinchlik kunlar nimani evaziga? Shunaqa odamlar sizlar. Mana sizga qanaqa mas'uliyatni beryapti davlat. Alloh taqdir qilyapti sizga buni. Sizni genetik formulangizda, sizni hayotingizga bu narsa vložit qilingan. Vatanni himoya qilish, vatanning xavfsizligini ta'minlash, ichki siyosatni to'g'irlash. Tashqi urushdan ham ichki masalalar ko'payib ketdi hozir. Unga turib berish kerak. Uning uchun intellekt kerak-da, jo'ralar. Uning uchun ko'p kitob o'qigan bo'lish kerak. Men bir davralarda o'tirib qolaman. Suhbatni eshitib, ensam qotadi. Va ichimda aytaman, ey nomard, sen mancha kino ham ko'rmagan ekansan deyman. Aqlli kinolarni ko'rishni ham odat qilish kerak. Bilmayman nimaga. Men o'zim soham iqtisod, faqat spetslujba haqida kino ko'raman men, chunki aqlli kinolar. Aqlli sohani kinolari ham aqlli bo'ladi. Sevgi, muhabbat, yengil kinolarga, seriallarga meni vaqtim yo'q. Aqlli kino nimadir oladigan bo'lsam, davlatchilik haqida kino bo'lsa, davlatchilikni asrash haqida film bo'lsa, so'zsiz ko'raman. Ko'semini ham ko'rganman, boshqasini ham ko'rganman. Nima Oskar olgan film bo'lsa ko'raman. Shuning uchun bu ham sizga mana bitta yo'nalish. Hech bo'lmasa haftada 3 ta film ko'rish kerak. Toping vaqt. Nima kerak? 2 soat Instagramda reels, bilasizmi, reels o'ldiradi odamni. Chunki qisqa vaqt, 5-10 yarim soatda 100 xil ma'lumot miyangizga yopishaveradi-da. Har joyda ma'lumot kelaveradi. Sizda Latin Amerikasida bo'lgan narsa nima qizig'i bor sizga, do'stim? Siz o'zingizni, oilangizni ko'ring, siz vataningizni ko'ring, O'zbekistoningizni ko'ring. Bu yerdagi narsadan xulosa qiling. Demak, vatanning ortida duogo'y onalarimiz, maktabda chopayotgan qora ko'z bolalarimiz. Men bilasizmi, baxt shaharning kayfiyatini qayerda ko'raman? Chet elda boraman, ko'raman. Qarang, shaharga tushasiz. Elektrichka o'tib ketdi. Kichkina stadionda bolalar basketbolni ishga to'p tashlayapti. Kimdir maktabga shoshayapti. Kimdir muzeyga kiryapti. Bu yerda konsert bo'layapti. Taksist mijoz olyapti. Xo'rakxonalarda, kafe, restoranlarda odamlar mazza qilib ovqat yeyapti. Parkda bolalar attraksionlarda uchayapti. Burni hayot. Biron universitetlarga boraman Xitoyga. Kursdoshini oyoq kiyimini yechib olib qochib ketadi.
quvib yuradi. Mana bu hayot bu. Qaynayotgan hayot bu. Tinch mamlakatda bo'ladi bu hayot. Ana shuni men tasavvur qilaman. Shuning uchun davlat chegarasining ichki qismida bo'ladi buni hammasi. Buni siz ta'minlaysiz. Dalada halol ter to'kayotgan dehqonlar. Az mamlakat tinch bo'lsa bug'doyni ekib oladimi, paxtani ekib oladimi? Umuman osuda hayot degani bu. Ana shu osuda hayotni ta'minlovchilari bugun o'tiribdi. Endi eng katta masalaga keldik. Xo'p, bu sohada nima kerak? Birinchisi intizom. Bo'ldi, endi sizning hayotingiz intizomsiz bo'lmaydi. Bir xil vaqtda uyqudan turasiz, bir xil vaqtda ovqatlanasiz, bir xil vaqtda sport qilasiz va tinimsiz ishlaysiz. Vaqt topdingiz, aqlli kitob o'qiysiz. Men Germaniyaga bordim. Meni shogirdim kutib oldi. Mercedes zavodda ishlaydi. 15 yildan beri. Bizda ish zo'r deydi. Nimaga dedim? Biz soat 9 ga ishga kelamiz deydi. Sotvoy telefonlarimizni topshirib kiramiz deydi. Soat 9 dan 18:00 gacha deydi. Biz zavod ishidan boshqa narsani o'ylamaymiz deydi. Biz oilamiz bilan gaplashish mumkin emas deydi. Telefonimiz yo'q. Kompyuterlarimizga faqat zavodni platformalari o'rnatilgan deydi. Biz faqat g'oya yaratamiz deydi. 18:00 ga chiqqanimizdan keyin deydi, zavod ishini o'ylamaymiz, bola chaqa uyimiz bilan shug'ullanamiz deydi. Men ko'ryapman hozir mehnat jamoalarida. Qo'lida smartfoni, ish vaqtida ham o'tirib bolalarning masalasi relis ko'rish vaqt. Qachon muvaffaqiyatga erishasiz? Siz ish davringizda faqat professional ishingiz bilan shug'ullansangiz, buni intizom deydilar buni. Hali siz ko'p xorij davlatlariga tajriba o'rganishga chiqib kelasiz. Shu Mi-6ni ham ko'rasiz, Masadini ham ko'rasiz, FSB'sini ham ko'rasiz, hammasini ishi bilan tanishasiz. Balki nazariy jihatdan o'rgangandirsiz ham. Bu yog'i menga qorong, ba'zi masalalarda siz o'tkirsiz mendan, o'z sohangiz bo'yicha. Tinmay bular bo'yicha izlanish kerak bo'ladi. Ikkinchisi shaxsiy namuna. Inson rahbar lavozimlariga pillapoyadan yurgan sayin asta-asta unda kibr paydo bo'lib, mendan zo'ri yo'q degan xayol paydo bo'ladi. Hozir leytenantsiz, katta leytenant bo'lasiz, keyin kapitan bo'lasiz, mayor bo'lasiz, podpolkovnik bo'lasiz, polkovnik bo'lasiz. Xudo xolasa generalliklar boshlanadi. Men xohlayman shu yerda o'tirgan qani hammangiz general bo'lsalaring. Bo'lasizlar, harakat qilsalaring. Ola aytib beraman, oldingi roliklarimni ko'rsangiz aytganman, qanday niyat bilan vazir bo'lganimni. Takror qilmay ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha pillapoyalardan yurganingiz sayin komfort zonaga kirib borasiz. Shayton qulog'ingizga aytadiki, sendan zo'ri yo'q. Mana sen o'sha polkovnik bo'lding, sen zo'rsan. Hamma ishni shogirdlarga berasiz, qo'l ostidagilarga berasiz, ishlamay qo'yasiz. Ish ketmaydi. Qachon o'zingiz qog'oz qalamda olib ishlaysiz, qachon sizning g'oyangiz ularning g'oyasidan bir kalla baland turadi, qachonki qo'l ostingizdagilar sizning intellektingizga tan beradi, oxirgi nuqtani siz qo'yadigan bo'lasiz, bir umr e'zozda bo'lasiz. Uning uchun tinimsiz izlanish kerak. Uning uchun ular o'ylamagan favqulodda g'oya sizdan chiqish kerak. Tushuntira oldimmi? Keyin odamgarchilik nuqtai nazaridan ham, oila tutish nuqtai nazaridan nimaga sizni o'g'lingiz prezident maktabiga o'qimasligi kerak? Qo'l ostingizdagi sizga havas qiladimi? Qiladi. Nimaga sizning o'g'lingiz Malayziyada magistraturaga o'qishni havas qiladimi? Havas qiladi. Oilasi tinch, bolalari o'qimishli, demak luqmasi halol. Sizlarga oylikdan boshqa hech narsa yo'q. Bunga ham tayyor turinglar. Davlat yaxshi oylik beradi. Lekin boshqa daromadni men tasavvur qila olmayman. Mumkin ham emas. Oylikni olasiz, davlat bergan imtiyozli uyda olasiz va vatanga xizmat qilasiz. Shuning uchun shaxsiy namuna degan narsaga bir umr amal qiling, kam bo'lmaysiz. Odamlarga muomalada ham shaxsiy namuna qilasiz, doim yuqorida yurasiz. Bo'lmasa qimirlab boshlaydi. Hamma tomon qimirlab boshlaydi, obro'slanib boshlaysizlar. Keyingi masala, davlat ofitserga qonuniy vakolat beradi. Sizning juda vakolatingiz ko'p bo'ladi. Bilasizmi? Bu sohada ham 0,1000% xatokorlar chiqdi. Bu sohaga ham dog' tushirdi. Qanday qilib tushirdi? Bir kishini uyini kuydira oladi-da. Bir kishini ulug'la oladi. Bir kishini qo'llashi mumkin, bir kishini mayib qilib, majruh qilib tashlashi mumkin. O'shanda u fir'avnlashib boradi. Всемогущий bo'lib boradi. Men deydi, xohlagan kishini baxtli qila olaman, xohlagan kishini mag'lub.
u sizni vakolatingizga kirmaydi. Xor bo'ladi u ishni o'ylagan odam. Siz davlat bergan vakolat doirasida ishlashingiz kerak. Davlatni himoya qilish, davlatni asl farzandlarini himoya qilish vakolatini berganmiz sizga. Ana shu doirada ishlash kerak bo'ladi. Tozda ishlash kerak bo'ladi. Sof ishlash kerak bo'ladi. Kechasi vijdoningiz bilan gaplashishingiz kerak bo'ladi. Ana kechasi 11larga borib uxlayotganda yana bitta sizga mana shaxsiy namuna, men o'zim bilan o'zim g'o'mirdanib gaplashaman. O'zimni xonamga kiraman, kabinet. Erkak kishi o'zi bilan o'zi yolg'iz qolishni bilish kerak. Fikrlash kerak, tafakkur qilish kerak. O'ylayman, kun bo'yi kimni xafa qildim? Nima yaxshi ish qildim? O'zimni reviziya qilaman, o'zimni taftish qilaman. O'zimni xatolarim ustida ishlayman. Mana bugungacha mana shu yerga olib kelgan narsa bittasi shu. Ertasi kun keyin kimnidir ranjitgan bo'lsam, bitta latifa aytib yumshatib qo'yaman. Xafa qilib qo'ydimmi? Случай axtaraman, u bilan uchrashamanda bir boshini silab qo'yaman. U yana avvalgidan zo'r ishlab ketadi keyin. Bo'lmasa gina qudrat bilan yuraveradi, dushmanga aylanadi ertaga. Davlat ofitserga qonuniy vakolat beradi. Safdoshlar esa faqatgina uning pok xulqi va odil harakatiga ishonib ortidan ergashadi. Demak, sizga erta polkovnikni berdi, katta leytenant, sizni polkovnikligingizga xizmat nuqtai nazaridan itoat qilishga majbur, lekin u sizni insoniy fazilatlaringizga ko'proq itoat qilgisi keladi. Ustozdek qarashni xohlaydi. Ana shu ustoz maqomini siz olishingiz kerak bo'ladi. Endi qasamyod haqida. O'zi qasamyod qabul qilinadigan kasblar ko'p emas. Tibbiyotda bor, asosan sizda bor. Qasamyodlaringiz bor, vatanga xizmat qilish bo'yicha. Qasamyod qabul qilgan odamni vijdon va axloqi haqida masala bor. Yulo Vaglayt degan taniqli olim bor. Vatandoshlik dasturi degan kitob yozgan. O'zbek tiliga Hamid Sodiq tarjima qildi menimcha. O'zbek tilida og'ir kitob. Inson qanday bo'lishi kerak? Vatandoshlik dasturi degani fuqarolik dasturi. Fuqarolik so'zidan qochganda vatan, ana shu yerda insonni haqida shunday yozgan. Olimning teran xulosalariga ko'ra, inson haddi harakatlarining asosiy qismini, aniqrog'i 60%ni bevosita axloqiy me'yorlar va vijdon boshqarib turadi. Axloqiy me'yor va vijdoningizga quloq solsangiz, oshig'ingiz olchi bo'ladi. Men bugun 3 bunyodkor hikmat deb yozib qo'ygan ekanman. Qilayotgan ishingiz o'zingizga baho berishda shu hikmatga amal qilish kerak bo'ladi. Katta masjid qurilyapti, 3 usta ishlayapti. Birinchisidan so'radi, nima qilyapsan? Men g'isht teryapman, oylik uchun, bolalarimni boqish uchun g'isht teryapman dedi. Ikkinchisidan so'radi, nima qilyapsan? Men dunyodagi eng baquvvat va chiroyli binoni quryapman dedi. Qarang, o'zi fikr boshqacharoq. Uchinchisidan so'ragan edi, u kuldi, osmonga qaradi va aytdiki, men 1000 yil turadigan, odamlar kelib duolar qiladigan, butun millatning kelajagiga xizmat qiladigan bino quryapman dedi. Qarang, bir xil ishni qilayotgan usta 3 xil fikrlayapti. Siz aytishingiz mumkin, men ertalab boraman, kechga qaytaman, 22 million oylik olaman, ro'zg'orimni qilaman, tamom. Ikkinchingiz aytishi mumkin, davlat xizmatini qilyapman. Uchinchingiz aytishingiz mumkin, men tarixni himoya qilyapman, bugunni himoya qilyapman, kelajakni yaratyapman. O'zi jasur inson, so'zim avvalida aytgandek, vazbin va sovuqqon bo'ladi. Yengil odamdan jasurlik chiqmaydi. Erkakmisiz, og'ir bo'ling. Sokin bo'ling. Keraksiz gapni gapirmang, g'iybat qilmang, birov bilan ishingiz bo'lmasin. Professional darajangizni oshirib boravering. Matonatli odamga aylaning, po'latga aylaning. Xarakteringiz po'latga aylansin. Biz nakachat qilamiz, trenirovka qilamiz, badanlarimiz toshday bo'lib ketadi. Miyangizni shunday nakachat qiling siz. Xarakteringiz metin bo'lsin. Sizdan sir olib bo'lmasin. Bundan 10 yil oldingi sizday bitiruvchilarning ishi yengilroq edi. Zamon bu darajada emas edi. Axborot masalasi. Bugun ko'ryapsizmi? Sun'iy intellekt nimalarni qilib tashlayapti? Dronlar nimalarni qilib tashlayapti? Harbiy askarlarga ehtiyoj qolarmikin degan savol tug'iladi menda. Haligi robotlashtirilgan itlar yaratilyapti. Ko'rdingiz-a? Avtomat bilan jihozlangan, olovni ichiga ham kirib ketyapti. Daryoni ichidan ham o'tyapti. Askar kerak bo'lib qolarmikin bu dunyoda? O'sha Terminator filmida ko'rgan ko'p narsalarimiz proyekt ekan deyman-da men. Uni bekorga bizga bu targ'ibot ekan, u bizni shunga tayyorlagan ekan.
O'sha narsalarni ko'ryapsizlarmi hozir? Endi nima kerak? Sun'iy intellekt bilan texnika qila olmaydigan nima qoldi bizga? Aql. Aql bilan ishlash. Bizni intellektimizni qila olmaydi. Sizlar o'zlaringizda chin insoniy hislatlarni shakllantirib borishingiz kerak. Siz insoniylikni targ'ib qiladigan romanlarni o'qishingiz kerak. To'xtamasligingiz kerak. Mana shu harbiylar haqida filmlarni ko'rsangiz, generallar o'zi bilan o'qiydigan kitobini olib yuradi. Agar siz bir kunda 1 soat kitob o'qisangiz, bir haftada bitta kitobni tugatasiz. Mayli siz yarim soat o'qingda, bir oyda 2 ta kitob o'qing. Bir yilda 24 ta aqlli kitobni tugatasiz. Hech kim sizga yeta olmaydi. Hammasi xotirangizga, erta bolangizga nimani gapirib berasiz? Shogirdingizga nimani gapirib berasiz? Hattoki bir yaxshi tarixiy kinoni oxirigacha ko'rmagan bo'lsangiz. Jamoa masalasi. Erta bo'limni boshlig'i bo'lasiz. Katta bir tizimda o'rinbosar bo'lasiz. Tizimni rahbari bo'lasiz. Siz erkak bo'ling. G'iybat qilmang, hasad qilmang, guruhbozlik qilmang, manfaatparastlik qilmang, mahalliychilik qilmang, ishonchsizlik qilmang. Aqlli bo'ling. Mulohazali bo'ling. Ana o'shanda bu bilimlar sizlarga asqotadi. Bugun sizni men nafaqat mohir harbiy mutaxassis, balki jamoani birlashtira oladigan rahbar, safdoshiga suyanch, bir-biriga suyanch, bir-birini oilasini so'rab turadigan, ahvolini so'rab turadigan, ota-onasiga munosib farzand, erta formani kiyib, zvaniyani olib, shunchaki bir oyda bir qo'ng'iroq qilib qo'yasiz, biror ishingiz yurishmaydi. Vatanni ham seva olmaysiz, ota-onani sevmasangiz. Siz mahallani sevishingiz kerak. Shu yakshanba borib tug'ilib o'sgan joyimga 7-8 ta ta'ziyali joylarga kirib, xolam, ammamni uyiga 2 ta non, 2 kilo navot, parvarda, mayda-chuyda borib xabarlashib keldim. Buning nomini Silay Rahim deydilar. Erta boshqa viloyatlarda ishlasangizda ularni unutib qo'ysangiz biror ishingiz yurmaydi. Bir yilda bir marta kelasiz qishlog'ingizga. Albatta hammaga mehr bering. Telefon bor-ku. Bolani ham shu ruhda tarbiyalab, sizni juda oila tutish borasida oxirida qisqaroq qilaman, juda katta mas'uliyat bor oila tutish masalasida. Agar kasb nuqtai nazaridan viloyatlarga yurish hisobiga qavm qarindoshdan uzilib qoladigan oila tutsangiz, ularda ammasi, tog'asi, qishloqdoshi shular bilan bir oy yuborib ulardi yoz fasllarida. Agar ularni qo'shib o'rmasangiz ularga, oilangizni kelajagini ko'ra olmaysiz. O'zbek, o'zimizni surxondaryolik yigit dunyoni 7 ta davlatiga elchi bo'ldi. Latviyaning elchisi bo'ldi. Hozir Turkiyada elchi. O'sha kishining qizlari 8 yoshidan keyin deydilar, Avstriyani texnologiya universitetiga bioinjineriya yo'nalishiga o'qiyman deb havas qilib qoldi. Bioinjineriya bilasizlarmi nima degani? Temir tersak bilan jonni qo'shish degani. Hozirgi robotlar degani. Bioinjineriya. Hayron qolaman deydi. Bilasizmi nima qildi u deydi? Uyda podyezni ochib shunday eshikni kirgandan deydi, to'g'rida deydi, prixoshkaga to'g'rida deydi, texnologiya, o'sha Avstriya texnologiya universitetining logotipi va tagiga men Avstriya texnologiya universitetiga o'qiyman degan yozuvni qo'ydi deydi. Shunday maktabdan keladi, shuni ko'radi deydi. Yotadigan xonasini patologga yopishtirib qo'ydi deydi. Men Avstriyadagi texnologiya universitetiga o'qiyman. Oshxonada deydi, kuxinni garnituriga qo'yib qo'ydi deydi. Sabzi to'g'raydi deydi, ish qiladi deydi, uni bir qaraydi deydi. Ya'ni uni niyati moddiylashib boryapti. Xudoning qudrati bilan u deydi 16 ga kirdi deydi. Maktabni tugatyapti. Men Latviyaning Avstriyadagi elchisi bo'lishga ketdim deydi. Qizimning niyati deydi, meni u yoqqa ishga jo'natib yubordi. O'sha yerda o'qidi deydi. Hozir 20 ming yevro atrofida oylik olib ishlayapti deydi. Ya'ni siz generallikni agar yurakdan orzu qilsangiz, shunga qarab intilsangiz va general bo'lganda ham zo'r general bo'laman. Bu ertaga kechiringlar, bu noxush holati qabr toshga yozilib qo'yiladigan general bo'lish kerak emas. Hamma uni o'gitlarini oladigan, kitob yozadigan, shogirdlari minglab bo'lgan general bo'lish kerak. Men nimaga aytaman? Jamoamga, oilamga ham aytaman. Odam shunday yashash kerakki, janozangga kela olmagan odam ham yig'lasin-da. Seni o'lganingni eshitib yig'lasin. Shunday yashagan. Yasha olsang shunday yashagan. Hatto ruslar ham aytadi. Ради чего живет человек, чтобы достойно умереть deydi. Bu hazil gap emas, tug'ilmoq bor, o'lmoq bor. Ana shunday yo'lni bosib o'tish o'zi qahramonlik. Oxirida farzandlar otasining nomi bilan faxrlanadigan ota bo'lish,
shogirdlari ustozi bilan faxrlanadigan ustoz bo'lish sharaf. Mana siz 100 yoshgacha mana shu yo'l sizga shu. Insoniyat hali bundan yaxshi yo'lda kashf qilgan yo'q. Ajoyib oila, zo'r tizimda xizmat, vatanga muhabbat, vatanga xizmat, elga xizmat, muqaddas qasamyotingizni har bir amalingiz va har bir nafasingiz bilan sharaflab turing. Bugun qasamyod qildingiz, ofitser bo'ldingiz, bo'ldi, shu bilan esdan chiqib ketdi emas. Har kuni uni amalini ko'rsatib turish kerak. Ikkinchisi, qonun ustuvorligi va harbiy nizomni o'zingizning eng oliy, eng hayotiy mezoningizga aylantiring. Qonunni, nizomni hayotingizning mezoni, o'q ildiziga aylantiring. Tamom, unib o'sasiz, zo'r bo'lasiz, faqat tepaga qarab ketaverasiz. Olgan diplomingizni ilm ummoniga tashlangan dastlabki qadam deb biling. Har bir yangi kunni bilim va kamolot bayramiga aylantiring. Har kun bir narsa o'rganing. Bugun bitta yarim soatlik hujjatli film ko'ring. Ertaga kitob o'qing. Bundan keyin bir xabarni o'qing. Hech bo'lmasa tafakkur qiling. Yotib o'ylang. Amir Temur haqida o'ylang. Qanday qilgan ey odam? Chingizxonning tarixini o'rganing. Jaloliddin Manguberdini o'rganing. Rakasovskiyni o'rganing, Zhukovni o'rganing. Hammasini o'rganing. Xolid ibn Validni o'rganing. Hammani o'rganing. Kim sizni to'sayapti kitob o'qishdan? Kim sizni to'sayapti bitta foydali hujjatli film ko'rishdan? Qo'mondonlarning hayotini o'rganing. Qanday hayot qilgan? Qanday oila qilgan? Qo'l ostingizdagi har bir safdoshingizning hayoti, sha'ni va kasbiy mahoratini o'z akangiz yoki ukangiznikidek mehr bilan asrang. Qisqa vaqt 3 yilda qo'l ostingizga odam paydo bo'ladi sizlarda. O'sha o'tasizlar shunday lavozimlarga. Qo'l ostingizdagi qancha shafqatli bo'lsangiz, shuncha o'nib o'sasiz. Bo'lmasa u tagingizni kavlab ishlatmaydi. Hayotda ko'rdik buni. Davlat siri va axborot intizomini milliy g'urur va vatan xavfsizligining eng mustahkam qalqoni sifatida qadrlang. Men aytdim, erkak kishi qoya bo'lish kerak. Erkak kishidan bir gapni olish qiyin bo'lish kerak. Erkak kishini sukuti o'ldirish kerak. Sukutida ham bir katta bir kuch bo'lish kerak. Jim bo'ldimi qo'rqish kerak undan. Ana shu narsani o'zingizda tarbiyalang. Poklik, mutlaq halollik va shaffoflikni o'zingizning buzilmas e'tiqodingiz hamda kundalik hayotiy shioringiz qilib belgilang. Men sizga aytdim, intizom bilan yashamasdan ilojingiz yo'q. Intizom bilan yashash uchun mana ularni har kuni o'qishingiz kerak. Ertalab shuni o'qib ishni boshlash kerak. Eng murakkab vazifalarda doimo birinchi bo'lib mardonavor oldinga chiqing. Sizga yarashmaydi ikkinchi bo'lish. Birdan qo'rqoqlikka yo'yiladi. Barcha zafar va yutuqlarni esa bag'ri kenglik bilan jamoangizga bag'ishlang. Hayot saboqlarini teran anglab, har bir tajribadan oqilona xulosa chiqaring va doimo yuksaklikka intilib yashang. Azizlar, siz polkovnik bilan bir piyola choy iching. Sinfdoshingiz, kursdoshingiz u ham yaxshidir. O'zaro ham yaxshidir. O'zaro ko'p choy ichmang. Faqat g'id-g'id bo'ladi. Siz o'zingizdan ko'proq muvaffaqiyatga erishgan odamga o'tirib grechka yesangiz ham, o'tirib bir osh yesangiz ham undan fikr oling. Uni tabiatini o'g'irlang. Uni hayot tajribasini so'rang. Juda buyuk ustozimiz bor edilar. Hozir ham nafaqadalar. Abdul Qosimov degan Oliy sudni sudyasi bo'lganlar, adliyada ishlaganlar. U kishiday qonun yozadigan odamni men hozirgacha ko'rmadim. Shu yonlariga o'tardim. Bizda men yaxshi choy damlardim, mahorat bilan. Maqsad choy damlab maqtanish emas. O'sha odam choyni ichib 1 soatlar menga suhbat berishini xohlardim. Keyin bitta mavzuni ostagina qitmirlik qilib chuqulab qo'yardim. Mana shu Sharof Rashidov davrida mana shu qanday bo'lgan Abdul Qosimov desam, ana keyin o'tirib tarixni gapirib berardilar. Meni bulbulday sayratgan ustozlarning o'giti. Shuning uchun o'zingizga ustoz deb bilgan odamni etagini mahkam tutib, faqat undan bir narsa so'rayverish kerak. Qitmirlik bir narsalar so'rab olaverish kerak. Ana sizdan keyin asta-asta ustozga shakllanib borasiz, xudo xolasa. Ota-onangiz, mehribon ustozlaringiz, sadoqatli safdoshlaringiz va oilangizning yuksak ishonchini bebaho davlat sifatida yurakda ardoqlang. Bu bebaho davlat. Men hozir otamni rahmatlik deb aytdim, jonim uzilib ketdi hozir. Sizning otangiz hayot. Bugun qachon sizlarga telefon beriladi yo yoningizdan men bilmayman. Shu bugun bir telefon qilib qo'ying, otajon. Sizni tarbiyangiz bilan aziz bo'lib yuribman. Zo'r ekan bu termiz. Kasbni ham zo'rini tanlabman. Men duo qiling. Yo onangizga, tog'angizga, ammangizga, xolangizga, amakingizga, qo'shningizga bir telefon qilib chiqing. Sizda bir ro'yxat bo'lsin. Haftada bir gaplashadigan odamlar, bir oyda bir gaplashadigan odamlar, 3 oyda bir gaplashadigan odamlarning ro'yxati bo'lish kerak. Bugun sizga qarab ko'nglim to'ldi. Mamlakatimizda shunday
Yuzingizda ilm ko'ryapman-da men. Mana hozir diqqat bilan eshitdingiz, tafakkur qilayotganingizni sezib turibman. Bo'yi bastingizni ko'rib, yuzingizni ko'rib, vatanda shunday o'g'lonlari ertaga qalbi bilan bu sohada ishlaydi deb xursand bo'lib turibman. Ofitserlik unvoni emas, mas'uliyat. Aytdim, ko'p narsadan o'zingizni tiyasiz. Shuning uchun bu mas'uliyat bu. Buni tanladingizmi, endi chidang. Turkmanlarda bir maqol bor. Buni ham esdan chiqarmang. Ular aytadi, maqolam emas, o'zim bor. To'yda deydi, o'yinga chiqma deydi. O'g'il bolamisan deydi. To'yga o'yinga chiqma deydi. Ayollar o'ynayversin deydi. Lekin deydi, o'yinga chiqib qolsang, hamma joying qimirlashi kerak deydi. Ya'ni chiqdingmi zo'r o'ynashing kerak deydi. Bu degani bu sohani tanladingmi jo'ra? Sen endi sen oddiy odam emassan. Sen murakkab odam bo'lishing kerak. Sen psixolog bo'lishing kerak. Sen odamlarni renginday o'qiy oladigan odam bo'lishing kerak. Sen o'zingni boshqara olishing kerak. Xotining bilan urushib kelib, jamoani ezadigan darajada zaif bo'lmasliging kerak. Ostonadan kirganda sirasi formatni o'zgartiradigan senda kuch bo'lish kerak, matonat bo'lish kerak. Yo beg'dan kayfiyating buzilib borib, ahli ayolingni, oilangni kayfiyatini buzadigan odam bo'lmasliging kerak. Kuchli odam shunaqa bo'ladi. Demak, ofitserlik unvoni emas, mas'uliyat va kasb. Bu kasb bu. Ikkinchisi, chegara xaritadagi chiziq emas, xalq tinchligining himoya chizig'i. Chegara bu havodan bo'lsin, yerdan bo'lsin, quruqlikdan bo'lsin, suvdan bo'lsin, bu shunchaki chiziq, sarhad emas, bu xalqning osudalik chizig'i, farovonlik chizig'i. Boya aytgan hayotim kimdir taksiga o'tirib ketyapti, kimdir pirashka yeyapti, kimdir parkda bolasini o'ynatyapti, kimdir dalada hosil yig'ishtirib, ana shu hayot ko'z oldingizga kelishi kerak. Uchinchisi, qasamyod bir marta aytiladi, lekin har kun bajariladi. Qasamyodingizda har kun bir aytishingiz kerak. Qalbingizdan bir o'tkazishingiz kerak. Jasorat qo'rquvning yo'qligi emas, burchning qo'rquvdan ustun kelish. Burch bu. Kuch faqat qurolda emas, bilim, sabr, intizom va vijdonda hamdir. Adolat komandirning eng ishonchli qurolidir. Siz boshliq bo'lgan sayin adolatning mezonini mahkam tutishingiz kerak. Sizlarning bir lahzalik hushyorligingiz bir oilani fojiadan, bir mamlakatni fojiadan asrab qolishi mumkin. Hushyor bo'ling. Mudroq bo'lmang. Sizning bir adolatli qaroringiz butun jamoaning ishonchini mustahkamlashi mumkin. Sizning bitta qaroringiz butun jamoani qutqarishi mumkin. Misol keltiraman. Bundan 6 oy, 8 oylar oldin muhtaram prezidentimiz butun rektorlardan norozi bo'ldilar. Ish faoliyatidan norozi bo'lib, 3-4 yig'ilish faqat tanqid oliy ta'lim. Bitta proyektimiz bizda. Sport bo'yicha qilgan ishimiz shunday kayfiyatlarini oshdi. Hamma rektor borib Termizdan o'rgansin dedilar. Hamma rektor keldi. Shu bilan oliy ta'limga bo'lgan munosabat o'zgardi. Ertasi katta bir tizimda ishlayapsizmi? Sizdan yuqori tizimingiz norozimi? Sizning bitta loyihangiz, bitta xatti harakatingiz, bitta tashabbusingiz, bitta taklifingiz butun tizimga foyda olib kelishi mumkin. Bor ekan-ku deyish mumkin. Sizning bir jasoratli qadamingiz safdoshlaringizga kuch berishi mumkin. Birinchi bo'lsangizgina g'olib bo'lasiz. Kinolarda ko'rasiz, urush kinolarida ko'rasiz. Qaysini podshosi orqada qo'rg'onni tutib, binoklni qo'yib, dodvoy qilib turgan bilan o'zi qilichni yalang'ochlab urushga kirganda farqi bor. Qo'mondonga qarab, yo'lboshchiga qarab hamma ish qiladi. Shuning uchun boshliqmisiz? Katta kichik mavzuda hammasida shaxsiy namuna bo'lish kerak. Men hozir yigitimiz, leytenantimiz tushuntirib berganda, shaxsiy namuna. Hamma narsada, ertalab ishda kelishda, kiyinishda, soqollarni olib chiroyli bo'lib yurishda, trenirovkada, kitob o'qishda, ovqatlanish madaniyatida, so'z gapirish madaniyatida hammasida namuna bo'lib borsangiz, oshiringiz olchi bo'ladi. Sizning qasamyodga sadoqatingiz vatan chegarasining daxlsizligiga xizmat qiladi. Oxiri shu. Endi kelajakda men aytdim, generallar haqida aytdim, hayot haqida aytdim. Endi aytamanki, qiyinchilikka duch kelsangiz, nega aynan men degan savolni berish kerak emasda, bu vaziyatda men nima qilishim kerak deb yechim topish kerak. Taqdirga isyon qilgan va yutgan odamni ko'rmadim. Bu endi sizning taqdiringiz. Hozir ham vaqt bordir. Agar yengil kayfiyatli odam bo'lsangiz, o'ylab ko'rishingiz mumkindir. Menimcha unaqa yo'q orangizda, siz tanlanib bo'lgansiz.
Endi mana shuni taqdir deb bilib, yurtga, vatanga xizmat qilishingiz kerak bo'ladi. Men bilmayman qancha vaqt gapirdim. Chunki meni bir odatim bor. Ma'ruzaga borsam soatni yechib qo'yaman. Soatga qarayveraman-da, betoqat bo'laman. Men bugun xursandman, toqat bilan eshitdingiz. So'zim oxirida aytaman. Agar men bu sohani yaxshi ko'rmaganimda bugun kelmasdim. Sizni bu yo'l bilan, bu kasb bilan tabriklayman. Ojizona qo'limdan kelgancha sizlarga yaxshi tilaklar qilamanki, toki qatoringizdan hech kim kam bo'lmasin, urush ko'rmay xizmat qiling. Aql bilan xizmat qiling, kuch bilan xizmat qilingda, shu yoshimiz bir joyga borganda, ustoz o'sha kungi gaplar qulog'imga qolib ketgan ekan. Men mana general bo'ldim yoki boshliq bo'ldim. Men falon joydaman degan baxtli onlarni Xudo menga ham nasib qilsin, sizga ham nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, vaqtlaringga rozi bo'linglar. Salomat bo'ling.